fermer yerida ombor qurishga ruxsat berildi, biroq bu hali hammasi emas. Ya'ni siz rioya qilishingiz shart bo'lgan ishlar hali oldinda turibdi. Batafsil tushuntirib beraman. Undan oldin videoga like bosing va oxirigacha tomosha qiling. Agarda siz bizning videolarimizni muntazam tartibda kuzatib borayotgan bo'lsangiz, siz bilasizki, yer tuzish loyihasi ishlab chiqarilishi kerak. Siz fermer xo'jaligida ma'lum bir qurilishni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz. Demak, ushbu loyiha ishlab chiqarilgandan so'ng qurilishni amalga oshirish jarayonida ham bir qator talablarga rioya qilishingiz shart. Ushbu talablar qishloq xo'jaligi yerlari, ayniqsa sug'orilgan yer maydonlariga zarar yetkazmasligimiz kerak hisoblanadi. Sanitariya, ekologiya talablariga to'liq rioya qilishimiz talab etiladi hamda biz qurilishni amalga oshirmoqchi bo'layotgan yerimizda joylashgan kommunikatsiya tizimlariga noqulayliklar tug'dirib kelmasligimiz ham talab etiladi. Undan tashqari, ushbu yer uchastkasiga bizga qo'shni bo'lgan boshqa bir qo'shnilarimizning huquqlarini ham buzmasligimiz, servitut huquqlarini ham buzmasligimiz talab etiladi loyiha asosida qurilishni amalga oshirish jarayonida. Juda ham ko'plab holatlarda amaliyotimizda quyidagi xatoliklar ko'p takrorlanadi. Ya'ni loyiha ishlab chiqarildi va ushbu loyiha asosida men qurilishni amalga oshiraman. Boshqa bir qo'shnimning huquqlariga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Kommunikatsiya tizimlariga noqulayliklar yuzaga keltiradimi yoki yo'qmi? Sanitariya qoidalariga rioya qilyapmanmi yoki yo'qmi degan talablarga umuman rioya qilishmaydi. Aksariyat holatda fermer xo'jaliklarimiz va ularga turli xil huquqiy oqibatlar yuzaga kelishiga ham sababchi bo'ladi. Shunday huquqiy oqibatlarga, ya'ni muammolarga duch kelib qolmaslik uchun ushbu talablarga ham rioya qilishni unutmang. Sizda ham huquq sohasiga doir bo'lgan savollar mavjud bo'lsa, albatta video izohlar yozib qoldiring yoki shunchaki savol sozini qoldiring.